Mana bu epizodga izoh berishni so'rashdi, ko'rib chiqamiz. Husanov Ronalduga og'zini to'sgan holda gapirdi. Bu uchun jazolanishi mumkinmidi? Agar Cristiano hakamga murojaat qilib, Abduqodir uni haqoratlaganini iddao qilganda, qizil kartochka bo'lishi mumkin edi. Lekin ko'rinib turibdi, ular normal gaplashishdi. Ronaldu hech qanaqa e'tiroz bildirmadi, omad tilagandek ko'rindi. Nima haqda suhbat bo'lganini endi o'zidan so'rab ko'ramiz. Husanov va Ronaldu nima haqda gaplashganini ko'pchilik so'ragani uchun o'zidan bilib aniqlashtirib beraman deb oldingi videoda aytgandim. Bilasiz, Abduqodirning o'zi videoga tushishni yoqtirmaydi, shuning uchun uning roziligi bilan suhbatning umumiy ma'nosini aytib beraman. Xo'p, Husanov aytdiki, biz o'yin davomida ko'p dialog qildik. Asosan o'yindagi vaziyatlarni muhokama qildik. Aynan konkret o'sha videoda nima haqda gaplashganimizni aniq eslay olmayman. Masalan, bizni golimizdan keyin biroz bahslashdik. U foul dedi. Men esa Abbosni qo'pol o'ynamaydi deb aytdim. Yaxshi do'stona gaplashdik har gal. Abduqodirdan shuningdek, Ronaldu og'izni yopmay gapir, jazolanasan degani borasidagi taxminlar haqida ham so'radim. U yo'q, unday gap bo'lmadi dedi.